Hozirgi vaqtda bankimizda mahalla loyihasi mahsulotimiz bor. O da 20 millionga oshib beriladi, biroq u hozirgi toza kredit mahsulotimiz bo'lib 2026-yili 5 fevralda prezident qarorining 49-sonli qaroriga tasdiqlangan bo'lib 20 millionga oshib beriladi 25%. O da 4 yil muddat ichida beriladi. O 19 yoshga to'lgan hamda 35 yoshga chekimga bo'lgan fuqarolar uchun beriladi. Imtiyozli davri 3 oy bo'lib hisoblanadi. Tikarga kredit qarzidan hisoblanadi. Bu yegarda kepil shart bo'ladi. Yegarda kepildan 3-sonli qarorga tasdiqlangan bo'lib 2026-yil 5 fevral kuni tasdiqlangan. O 25 millionga chekim beriladi. O foizi 25% bo'lib hisoblanadi. O 3 yilga beriladi, 3 yil muddatga beriladi. O o'zini-o'zi band qilgan fuqarolarimiz uchun beriladi. Ya'ni biznesni rivojlantirish uchun hamda o'zining jeki tartibdagi biznesini rivojlantirish uchun beriladi. Bu biznesim maqsadim produksiyamizdan bizning aymog'imizda Akimbayeva Guljoyna 25 million kredit olib, o'zining yakka tartibdagi tadbirkorligini boshlab o'tiribdi. Hamda u tuguvchilik uchun oldi, tuguvchilik hamda aviatsiya mashina oldi. Sol maqsadda u qasna iki qizni o'zini qo'shib жұмыс bilan ta'minladi. Bu 25 million biznes maqsadim kredit mahsulotimiz chorvachilik uchun, tuguvchilik uchun, juzumgarchilik, anarchilik, konditerchilik uchun, baliqchilik uchun beriladi. Bu 19 yoshga to'lgan hamda 60 yoshga chekimga bo'lgan fuqarolarimiz uchun beriladi. Bundan keyin avtosel kredit mahsulotimiz 18 yoshga to'lgan hamda 65 yosh oralig'ida beriladi. Bu avtokredit bo'lib hisoblanadi. Bu 3 tonnadan 8 tonnaga chekimga bo'lgan araliqdagi yuk hamda yengil avtotransportlar uchun beriladi. Bu yo'lovchi hamda yuk tasuv uchun bo'lgan yuk tasuv uchun ayriladigan avtotransportlarimiz uchun beriladi. Bu birlamchi bozorda BXMning 1200 barobardan aspagan holda beriladi. Ikkinchi bozor uchun BXMning 900 barobardan aspagan miqdorda beriladi. Bu 25-99% beriladi. 4 yil muddatga beriladi hamda u 3,5 tonna uchun 3,5 tonnaga chekimga bo'lgan avtotransportimiz uchun 25-30%. Al 3,5 tonnaga chekimga bo'lgan avtotransportlarimiz uchun 30-35%. Al 3,5 tonnadan 5 tonnaga chekimga bo'lgan avtotransportlarimiz uchun 35%dan hamda undan ko'p bo'lishi mumkin. Undan keyin Welcome kredit mahsulotimiz bor. U 20 millionga chekib beriladi. Prosenti 27.99. U 3 yil muddatga beriladi. Hamda Buyback kredit mahsulotimiz bor. U BXMning 500 barobardan aspagan holda 21.99%ga 3 yil muddatga beriladi. Undan so'ng mening biznesim 2 atli kredit mahsulotimiz bor. U 2025-yil 30-iyun kuni prezident qarorining 86/12-sonli qaroriga tasdiqlangan bo'lib 100 millionga chekim beriladi. U birinchi toifa hududdagi fuqarolar uchun 23%, ikkinchi hudud uchun 22%, uchinchi hudud uchun bo'lsa 21%, to'rtinchi hudud uchun 20% hamda 5-hudud uchun 19%dan beriladi. Bizlarda